Akalar o'sha dachani topdim oxiri mana Yangioboddan. Hozir pastga tushamiz. O'zim xohlagandek qaranglar, ikkita tog'ning orasida suvning nariyog'ida. Akalar menga yoqyapti. Qaranglar, 20 kishi ketar ekan mana Tapchanga 2 etajli. 5 ga 12 basseyn. Hozircha zimni emas ekan, lekin yaqinda zimni qilar ekan. Akaning aytishi bo'yicha suvni ichib qo'ysangiz ham hech narsa qilmas ekan. Suv filtrdan o'tgan ekan. Hozir ichkarini ko'rsataman. Ketdik. Va, mana uni chiroylisini qaranglar. Kirishinglar bilan kutib oladi. Yotoqxona bu yoqda. PlayStation. Bu yoqda zimni kuxnyasi. Bu yoqda ruskiy banya. Shuni ochiq muzey suvga sakraysizlar, xohlasanglar dushga kirasizlar. Bu yoqda agar qor bo'ladi, qishda bu yoqqa ham dacha borsa bo'ladi. Sraz kunini mantiq qildimi? Bizga 20 kishilik dacha bo'lmaydi. Ikkinchi qavatga ko'taramiz. Wow. Mehr berishibdi. Hali bir oy bo'lmabdi qurilganiga. Svejiy. Bu yoq ham yotoqxona. Bu yoq ham yotoqxona. Bu yoqda nima edi? Bu yoqda bilyard sevuvchilar uchun. Menga yoqdi, gap yo'q. Bu yoqda yana bitta zal deymizmi, zal degan bo'ladi. Mana vidni qaranglar. Prям zakaznoy. Topolmaganimga yarasha topman oxiri. Gap yo'q. Aytadi, qirib topganing zo'r bo'ladi deydi. Shunaqa o'rtacha zo'ra kerak edi. Gap yo'q, qoyilmisizlar. Zakaz qilsalar bo'ladi, nomerini qoldirib qo'yaman. 2,5 million so'm ekan. Nima deb o'ylaysizlar, arzidimi yo'qmi?